Xabar qilinishicha, bu yil moda bo'lgan klubxona, ya'ni Clubhouse-da Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishi va Tayvanning mustaqilligi to'g'risidagi suhbatlar ilib berilgan. Lekin Michael Anti ismli bir muxbirning bildirishicha, Xitoyning ba'zi shaharlarida klubxona detaliga kirish cheklangan. Egilanishicha, bu detal Xitoydagi erkin fikrlashish simvoliga aylangan bo'lib, cheklamaga uchirishi diqqatni tortdi. İjtimoiy aloqa to'riga qattiq tekshirish elib boradigan Xitoyda klubxona qo'llanishchan programma ishlatuvchilari dushanba kechdan boshlab xatolik uchuri topshirib olishga boshlagan. Mo'ljallanishcha, klubxona detali Facebook, Twitter va YouTube qatorliqlarga o'xshash Xitoyning to'r mudofaa temaga duch kelgan bo'lishi mumkin. Xitoy klubxona ishlatuvchilari Sharqi Turkistondagi Uyg'ur lagerlari, Tayvanning mustaqilligi va Hong Kongdagi talash tortishliq davlat bexatarlik qonuni qatorliq temalarni ko'p muzokara qilgan. Yüzlük Angliyalik akademikning o'zlari bilmagan holda Xitoyning keng ko'lamli qirg'uvchi qurollarni yasashiga yordam berganligi uchun tekshirilganligi o'tirg'i chiqdi. Times gazetining xabariga qaraganda 200 lik akademik eksportni kontrol qilish qonuniga xiloflik qilish gumoni bilan tekshirilgan bo'lib, bu intayin sezgur bilim mulk huquqining dushman davlatlarga o'tinib berilishining oldini olishni maqsad qilgan. Tekshirilayotgan nurg'un akademiklarning bilmay turibla Xitoy shirkatlari bilan savdo qilish orqali qonunga xiloflik qilgan bo'lishi mumkinligi o'tirg'i qo'yilgan. Akademiklarning aeroplan, boshqarilgan bombalar aylash va tor qurollari qatorliq ilg'or harbiy texnika tadqiqotlarini Xitoyga yo'tkagan bo'lish mumkinchiligi o'tirg'i qo'yilgan. Doirlar yana bu texnikaning Uyg'urlar va o'qituvchilarga bisim ishiltilishdan andisha qiladiganligini bildirdi. Xitoy Amerika dengiz armiyasining 2 aviamatkasining Janubiy dengizda birlashma manevr o'tkazishiga inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Amerikaning Janubiy dengizda ilib borgan manevri haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotchi Wang Xitoy zarur bo'lgan tadbirlarni qo'llanib, davlatining egilik huquqini va bexatarlikni qat'iy iroda bilan qo'g'daydi hamda rayondagi davlatlar bilan birlikda Janubiy dengizning tinchligi va muqimligini qo'g'daydi dedi. Wang Fransiya dengiz armiyasining aviamatkalarining Janubiy dengizda yo'l boshlash erkinligi vazifasini so'raganda o'xshash so'z bilan javob bergan. Amerika dengiz armiyasining USS Theodore Roosevelt va USS Nimitz aviamatkasi va ularning hujum guruhlari Janubiy Xitoy dengizida birlashma manevr o'tkazgan edi. Xitoyda Wuhan virusining yiltizini tekshirayotgan Dunyo Sog'liqni tashkiloti hay'ati virusning tajribaxonadan chiqmaganligini, virus manbasining shaparang bo'lishining zo'r ehtimolli ekanligini bildirdi. Dunyo Sog'liqni tashkiloti bilan Xitoy hay'ati muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Wuhandagi tekshirish natijalarini e'lon qildi. Dunyo Sog'liqni tashkiloti hay'atining bildirishicha, Wuhan virusining to'nlatilgan mahsulot zanjiridan tarqalgan bo'lishi ehtimolligi bo'lsa, yuqori ekan. Xitoy hay'ati bo'lsa, virusning qaysi hayvondan tarqalganligining aniq emasligini bildirib, Wuhandan tarqalganligiga munosabatli yetarli dalillarning topilmaganligini ilgari surdi. Sobiq prezident Donald Trumpning vazifasidan ilib tashlanishi uchun sotlanishning asosiy qonunga uyg'un yoki emasligiga bilat tashlashda Amerika Kengash palatasi sotining asosiy qonunga mos keladiganligini qaror qildi. 6 yanvardagi parlament hujumi sababidan Trumpning sotlanishi haqida ichilgan Kengash palatasi umumiy majlisining birinchi kuni vazifa muddati to'shgan prezidentni sotlash yoki sotlamaslik to'g'risida bilat tashlash elib berildi. Bilat tashlashda 44 Kengash palata a'zosi Trumpni sotlashning asosiy qonuniga xiloflik ekanligini, 56 Kengash palata a'zosi bo'lsa sotning asosiy qonuniga uyg'un ekanligini bildirdi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, demokratchilarning 50 Kengash palata a'zosidan boshqa 6 Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Trumpga qarshi bilat tashlagan.